erkak boshi bilan, erkaklik g'ururi bilan mana shu narsani saqlash kerak, himoya qilish kerak. Har qanday holatda ham taloq aytishga shoshilmaslik kerak. Mana shuni hamma inson yaxshi bilishi kerak. Taloq Alloh eng yomon ko'rgan halol narsa va unga Allohning arshi larzaga kelishini bir zum unutmaslik kerak. Hozirda qanday? Hozirda haligi gap. Erkaklar ham, ayollar ham, bolalar ham, ota-onalar ham, qaynona qaynatalar ham taloqni o'zini izzat nafsini qondiradigan vositaga aylantirishib olgan. Haligi notavon, subuti yo'q, irodasi umuman yo'q, sal narsaga taloqni uradi. Xotinini ota-onasinikiga bugun bormasdan ertaga bor deyolmasdan borsang taloq deysan, deydi. Ya'ni xotinni qo'rqitish uslubi qilishib olgan, o'zini kuchi yetmaydi. Irodasi yetmaydi. Erkakligi nuqsonga uchragan. Oqil bo'lib, o'zini umr yo'ldoshini nasihat bilan, chiroyli so'z bilan ko'ndirsa bo'ladigan narsani qila olmaydi. Qila olmasdan Alloh muqaddas qilib turgan aloqani buzadigan gapni aytishga o'ziga ep ko'radi shuni. Ayollar ham shu. Bo'lmaganga talog'imni ber. Erkak bo'lsang erkakligingni qil. Xotin bo'lsang buni ayt. Sen shuni aytmasang meni ro'molimni o'rab ol. Shunga o'xshagan gaplarni bular ham to'qiydi. Bular ham haliga aytganda namoz o'qi desang bilmayman deydi. Kalima-i shahodat aytalasam desa aytganim yo'q deydi. Lekin taloqni biladi. Ikki og'izni birida erini menga taloq ber, men sen bilan ajrayman deb qo'rqitishga urinadi. Ota-onalar ham shu. Ota-onalar ham shu. O'zi sovchi qo'yib bolani ulamasa ham uylab qo'ygan. Endi bugun buni taloq qilasan deydi. Ona aytadi, nima deydi? Shuni taloq qilmasam bergan oq sutimga noroziman. Ota aytadi, mana shuni taloq qilmasang men seni oq qilaman. Nimaga? Nimaga? U savol yo'q. Meni gapim o'tishi kerak. Mahallalarda hozir yaxshi bir nima bo'lgan, hammani to'plab maslahat qilib, oraga tushib, mahalla oqsoqoli ham, masjidning imomi ham katta kichik birgalashib yarashtirib qo'yish masalasi. Yarashtirish o'sha nimalarni oti yarashtirish guruhi. Buzishmas. U bechoralar shuncha urinadi. O'sha yerda o'tirib, yigitning onasi o'g'lini taloq qo'y hozir deydi. O'g'li endi nima o'tiradi boshini quyi solib. Bu taloq qo'ymasa men qo'ydim deyapti ayol kishi. Har kuni mahallalarda har kuni bor shu narsa. Hozir bugungi kunda odamlar yuribdi. Qudam o'g'liga qizimni taloq qilasan deyapti, nima qilay ta'sir? Kuyovim bechora hech ajragasi yo'q, yig'lab yuribdi, lekin otasi hozir bugun taloq qilasan, bo'lmasa oq qilaman seni, uydan haydayman, falon piston deyapti. Bunaqa narsalar nima keragi bor? Hamma bilib qo'ysin. Er-xotinlar ham, yosh qarilar ham, ota-onalar ham bolasini oilani buzishga buyurishga ota-onaning haqqi yo'q shariatda. Haqqi yo'q. Haligi gap bu. Allohning arshini larzaga keltiradigan narsaga majburlashga ota-onaning haqqi yo'q. Kelin kuyov bir-birini yaxshi ko'rib, birga yashaymiz deyaptimi? Sharoit yaratib berish kerak. Erkakning tarafi ham o'g'liga xotinini taloq qilishga haqqi yo'q deyishga, ayolning tarafi qiziga shundan ajraysan bo'lmasa bolanmassan deyishga haqqi yo'q. Bu shariatdagi sobit gap bu. Bugungi sharoitdan kelib chiqib aytilayotgan gap emas. O'sha qadimgi imomlardan, Imom Ahmaddan, Imom Abu Hanifadan, ulardan oldingilardan sobit bo'lib kelayotgan shariatning hukmi shu. Bola uchun xotinini taloq qilish ota-onaga yaxshilik qilish doirasiga kirmaydi degan hammalar. Ota-onaning bolasiga oilangni buz deyishga haqqi yo'q degan gap.
Mana ota-ona xotiningni taloq qil desa, oilangni buz desa-yu, bolasi yo'q desa, beodob bo'lmaydi. Oq qilaman desa, oq qilishi o'tmaydi. Mana shu narsani hamma yaxshi bilish kerak. Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhining oldiga bir odam kelgan shunaqa deb. Menga shunaqa ota-ona tarafdan ta'ziq bo'lyapti, xotinimni qo'yish to'g'risida. Yo'q, xotinini demak qo'yib yuborish ota-onaga yaxshilik qilish doirasiga kirmaydi. Bitta Mahmadona Hazrati Umar o'g'liga aytgan-ku Abdullohga, xotiningni taloq qil degan. Shunaqa hodisa bo'lgan. Shunda Imom Ahmad ibn Hanbal aytganki, seni otang ham Hazrati Umardek bo'lganda aytadi degan. Hazrati Umar mujtahid inson, islom ummatining faxri bo'lgan inson. O'sha kelinda shunaqa holat bor edi, shuni bilib aytgan o'g'liga. Shariat yuzasidan, o'zini izzat nafsidan emas. O'zini havoyi nafsiga burib aytmagan u. U odam shariatning hukmini amalga oshirish uchun o'g'li bilmagan narsani bilganidan shu gapni aytgan. Hozirgilar shuni aytayaptimi, shariat usun qo'yaptimi? Yo'q, shariat eslarida yo'q ularni. O'zlarining havoyi nafslari bor. Kelin bechara yo kuyov bechara nimadir qilgan bularni havoyi nafsiga yoqmaydigan. O'shuning uchun o'chini olmoqchi bular. Bunaqa narsalar mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun bizni xalqimiz, yoshlarimiz, qarilarimiz hammamiz yaxshi bilishimiz kerak. Ana o'sha taloq masalasida demak juda ehtiyot bo'lish kerak. Issiqjon achchiq chiqar, urushar, urushsin, so'kishsin, tepishsin, nima qilsa qilsin taloqni aytmasin. Taloqni aytmasin. Haligi gap, ertaman aytib qo'yib tushga borib yig'lab yuribdi. Qanaqa yarashaman deb. Shuningdek, erkaklar xotiniga gapini o'tkaza olmasa, falon qilmasang taloqsan deyishmasin. Boshqa ishlarni qilsin mayli, lekin oraga taloqni qo'shishmasin. Ota-onalar hammasi aqlini peshlasin. O'zlari bosh bolalarni bosh bola uylashib qo'ygan. Endi bugunga kelib ajrasandan deyishmasin. O'zlarini havoyi nafsini o'rtaga qo'yib, birga yashashni istab turgan bolalarini bir-biridan judo qilib oilasini buzishga bosh bo'lishmasin bular.